Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Mebel obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshladik. Buni qaranglar do'stlar. Spanli garnitur ishlab chiqaradigan Optim birinchi qo'l xonadoniga yetib keldim. Bekorga darvozani oldidan kelmayapman. Ustaxona o'zini xonadonining ichida oilaviy ishlab chiqarishadi. Oldin ham video obzor qilib shu yerdan chiqarib berganman. Birinchi qo'l usta Hoji Akbar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelinglar, Charchamang. Rahmat. Bormanglar endi aka. Rahmat, kelinglar. Xo'p, do'stlar, manzilimiz Andijon viloyat Andijon shahri Ayronchi mahallasi bo'ladi. Ekranning tepasidagi nomerni qo'yib qo'yapman. Shu ustaning nomeri. Bemalol shu Telegram'i bor, WhatsApp'i bor, o'zi bilan gaplashib, rasm, video, katalog so'rasanglar tashlaydi, lokatsiya ham tashab beradi. Kelib xohlasanglar ko'rib tanlab olib ketinglar. Xohlasanglar telefon orqali ish bitkizinglar, farqi yo'q mana. Aka kelishingizga kapuchino rangi, yangi korishniy rang, maloshniy rang hammasidan tayyorlab qo'ydim, deyapti. Eng qizig'i narxlari juda arzon. Arzon bo'lishiga qaramasdan aka siz obunachilaringizga vodiy bo'ylab dastavka mutlaqo bepul qilib beraman. Kamiga shu mana shu bir komplekt deylik, bir komplektimdan 15 komplekt birdaniga olgan odamga bir dona bepul aka. Bir dona bepul. Bir komplekt bepul qilib beramiz. 15 ta. Endi buni ulgurji Optim narx aytiladi bugungi videoda. Donaga ham shu narx, Optimga ham shu narxda sotamiz aka. Optimchilar, magazinchilar, tadbirkorlar telefon qilib ishlaymiz desa, 15 ta zakaz qilsa, bitta bepul 16 ta qilib beraman, deyapti, xudo xolasa. Xudo xolasa. Aka, endi hormanglar. Charchamay tayyor qilib qo'yibsiz. Ha, xudo xolasa tayyor ishlarimiz. Xo'p, hozir mana 1 2 3 komplektmi? 3 komplekt. Boshqa yo'qmi? Boshqa bor endi chiqyapti, ha. Ha, bo'ldi. Zakazga ham qilaverasiz. Albatta qilib beramiz. Tushunarli. Hozir komplekt deganimizda qarang. Shkapi, spanning ikkita tumbi, trimo. Trimo stulchiga qani? Stuli ham bor. Bor-a? Mana stuli. Ha, bo'ldi, mana. Stullari ham bor. Shu ham komplektning ichiga kiradi. Kiradi. Xo'p. Demak, aka, birinchi sizdan so'raydigan narsam materiali. Yaxshimi? Material rossiyskiy laminat. Ha, Toshkent emas, rossiyskiy laminat. Chekalari rezinoviy, PVX kromka. Ko'chmaydi, issiqqa sovuqqa chidamli. Xo'p, do'stlar, hozir narxini ham so'rayman, eshitasizlar. Narx arzon bo'lishiga qaramasdan, mana saripi zo'r qilingan. Oyna, bu yerda plafonlar. Xullas, zo'r, hamma yo'q zo'r. Keyin matraslarimiz qanaqa aka? Matraslarimiz bir tomonlama. Ikki tomonlama ortopedikga so'ragan klientlarimizga ham qilib beramiz. Xo'p, shu narxning ichiga shu bir tomonlama kiradi. Bu ham yaxshi xizmat qiladi. Bu ham prostoy emas. O'rta matras bu. Xo'p, o'rta matras. Do'stlar, mana Ospanning ikki yonini ham bitta yonboshga ochiladigan qilmay, ikkita g'aladon qilibdi. Buni rasxodi ko'proq bo'ladi, oddiy emas. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bosh tomonimiz yumshoqmi aka? Yumshoq. Paralon bo'lgan. Yumshoq, machalgalari bor ekan ichida. Xo'p, Spanningni tagida yarim sondig'i bor ekan. Uni narigi mebelimizdan ko'rsatamiz. Hozir aka shkafning ichini ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p, bo'ladi. Necha shkafimiz? Shkafimiz eni 230, bo'yi 210. Xo'p, ichiga kelsak, xo'p. Bu murskoy taraf. Ha. Shim uchun qo'y. lazmonlangan shimlarcha alohida. Tepasi vishilka ekan. Tepasi vishilka. Bu o'rtasi ayollar uchun. Jenskiy, uzun. Jenskiy. Otalarda ikkita tortmalari bor. Ikkita g'aladoni bor ekan. Eshiklari vakuum. Chekachi. Xo'p, chekamiz 4 tali polka. Qo'y. 4 etaj ekan-a? Ha, 4 etajli. Gap yo'q. O'rtasi chiroyli zerkala qilingan mana do'stlar. Razmeri necha dedingiz aka? 230 ga 210 bo'yi. 230 ga 210. Shkafimiz 3 ga bo'linadi. Ha, yaxshi oldi aytganingiz. Baland etajli domlarga, egasini uyiga borganda 3 ga bo'lib olib kirib oladi. Ha, olib kiriladi. Muammo bo'lmaydi. Muammosi yo'q. Xo'p. Spannimiz necha joyda oladi aka? Xo'p, spanniyni o'zi 170 ga 220 razmerda, tumbalari 45 sm dan. 255 sm bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, spanniyni mayllarigacha do'stlar PVX ekan. Polni 100% PVX ekan. 100% PVX. Xo'p, trimoyimizni ham razmerini aytib berasiz aka? Xo'p, trimoyimiz razmeri 125 ga, bu yog'i 40. Oynasini atrofi to'rala tarafi ham svetli. Svetli, mana diodi bor. Xo'p, ikkita g'aladoni bor ekan do'stlar. Vakuum ekan g'aladonlar. Mana bu ham. Polka. Mana. Xo'p, endi Hoji Akbar aka, nech pul qo'yib yuboramiz? Arzon, mana skidka narxi dedingiz. Shu bir komplekt shkaf, matras, spanning, ikkita tumba, trimo, bitta stuli ham bor. Stuli ham bor. Nech pul aka?
Xo'p, vodiy bo'ylab sizni obunachilaringizga aka 6,5 million so'mdan beramiz, o'rnatib beramiz. Xo'p. Andijon, Namangan, Farg'ona yo'l kira olinmaydi. Olinmaydi. Uzoq joylar telefon qilib qolsa-chi? Uzoq joylar telefon qilib qolsa, xo'p, ularga 50 ishlanaveradi. Bo'ldi. Unda ham yo'l kirasiga yamiga Biz yordam beramiz, albatta. Tushunarli. Do'stlar, xudo xolasa mana bemalol 11 14 aka. 11-14. Shu nomerda Telegram, WhatsApp hamma yo'q ochilgan. Telefon qilib gaplashsanglar, ishinglar bitadi. Isuzu topib berasizmi? Isuzu ham topib beramiz. Xo'p, tanishlar bor aka. Albatta bor. Xo'p. Bunisi do'stlar navbatdagisi. Aka rangini yangilik qilib komplektimizga qo'shdik, katalogga qo'shdik. Bu rangni ko'pchilik so'rayapti, deyapti. Mana o'zingizlar e'tibor beringlar, haqiqatan chiroyli, istarali rang ekan. Koreshneviy so'raganlarga. Xo'p, bunda ham bir xil aka. Bir xil bu ham. Shkartichi ham bir xil. Bir xil, hammasi bir. Ikkita g'aladon, mana to'rtta g'aladon bu yoqda. Trimo ham bir xil ekan. Bir xil. Razmerlar ham ashash, Razmeri ham bir xil. Bu rangini necha pul qo'yamiz? Bu rangini ham 6,5 milliondan qo'yib beraveramiz obunachilaringizga. Rangi o'zgarsa pul o'zgarmaydi. Yo'q, o'zgarmaydi. Xo'p, do'stlar, mana bu yerda mana buni ham matrasi bor ekan. Matrasi yo'q mebeldan bitta ko'rsatib qo'yamiz. Aka, mana shumi tagi ochiladigan? Ha. Spaniyamiz sondig'i shu holatda. Eng asosiysi zashtasi yergacha tegib turadi. Qo'y. Hali qattiq irg'iganda, boshqada Yuklarda ko'taradi. yuklarni ko'taraveradi. Xo'p, bu rangi ham bor ekan aka. Albatta, bu rangidan ham bor. Xo'p, mana bu nima? Kashmirmidi aka? Cappuccino. Cappuccino rang. Kofening rangiga o'xshaydi. Молочный kofe damlaganda shunaqa rang kelib chiqadi do'stlar. Bu ham aka bir xilmi hamma yo'qmi? Bir xil, razmerigacha bir xil, rangida farqi bor. Ha, tushunarli. Xo'p. Endi Hoji Akbar aka, pul masalasi. O'z oldin ham video chiqarganmiz. Qanday oldindan zaklab tashlashyaptimi? Uzoq joylar plastikdan beryaptimi? Qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, oldindan zaklab beradi. Xohlasa karta orqali, xohlasa nalishniy farqi yo'q. Biz ishda yetkazib beramiz. Ishni ko'rib olgandan keyin qolgan pulini yo berib yuboradi, yo karta orqali yana to'lab olsa bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Xudo xolasa shu tartibda ishimiz ketaveradi. Ketaveradi, xudo xolasa. Endi yaqin joylarga o'zingiz olib borsangiz, o'zingiz olib kelaverasiz. O'zimiz olib borib, unda olib kelamiz. Uzoq joylarda shoperingiz olib kelaveradi. Albatta. Yoki shoper boshqa joyga ketaman desa, plastikdan qilib yuboradi. Albatta, u yo'liga ham bo'laveradi. Xo'p, xudo xolasa. Zakazlar nima bo'lyapti aka, zakazlar? Zakazlarimiz yaxshi, xudo xolasa. Hali o'zgartirib, shkaf tepasiga qo'shib bering desa, ana shunaqa ishlar ham. Albatta, bez razmer ishlarimiz bo'lsa, remontiga moslab, joyiga moslab tayyorlab beramiz. Joyini o'lchab olib, holatiga qarab, moslab, o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'ldi. Yana hozir fasonlar shu-ya? Hozircha shu. Chiqayotgani bor. Muddatini ham aytib ketaylik. Xo'p, hozirgi holatda muddatimiz 5 kun yetadi bizga. Yana vaziyatga qarab aytamiz. Vaziyatga qarab aytaveramiz, xudo xolasa. Endi ob'yom bo'lsa, uni alohida gaplashamiz. Xo'p, tushunarli. Do'stlar, matras masalasida aka garantiyasi bormi buni? Bu matrasimiz bir tomonlama. Ikki tomonlama ortopedik matras bo'lsa, unga 3 yil garantiya beramiz. Xo'p, mana asl matrasni nimasi ekan do'stlar? Ortopedik matras deb yozibdi. Xullas, shu holatda matrasimiz, matras so'raganlarga bir tomonlama dedi, eshitdinglar. Bo'ldi, bo'lmasa 6,5 milliondan ketdi, vodiy bo'ylab ketdi. Boshqa viloyatlarga yo'l kirasi 50 deyildi. Bo'ldi, endi aka hammasini ko'rsatdik-a? Ko'rsatdik. Endi Hoji Akbar aka telefon qilishsa, o'zingiz vaqtida chiroyli qilib javob berib, zakaz qilsa muddatida chiqarib, bu yog'i chiroyli ishlab berasizlar. Xudo xolasa. Telefon nomerlaringizni qo'yib yuboramiz. Sizga ham katta rahmat aka. Xo'p bo'ladi. Yana yangiliklaringiz bo'lsa, chaqirsangiz, kelib videoga olib ko'rsatamiz obunachilarga. Xo'p bo'ladi aka. Do'stlar, mana sizlarga uyidan Ayronchi mahalla, Andijon shahar. Uyidan sizlarga video obzor qilib beryapman. Mehnatimizga like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Iloji boricha birinchi qo'ldan obzor qilib ko'rsatib yoritib beryapman. Manfaatli video bo'ldi degan umiddaman. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha qadrdonlar, e'tibor uchun hammaga rahmat. Kelib ko'rib olib ketaverasizlar, telefon qilib ham olib ketaverasizlar.